Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Mayli sizning ota-onangiz sizni boqqan yoki boqmagan bo'lsin, onangiz sizga 9 oy qursoq ko'tarib, sizni bu dunyoga olib berdi qilgan inson. Bu dunyodagi go'zallik, satchilik, razillik, oqko'ngillik qatorliq barliq narsalarni ko'rishingizga sababchi bo'lgan insondir. Biz ular uchun nima qilayli, ularning haqqini qaytarib bo'la olmaymiz. Sizdan so'rab baqsam, ota-onangizning chechig'i ko'ngil qo'yib qarab baqdingizmi? Yuzlaridagi yo'l qo'riqlarga zan selib baqdingizmi? Ota-onangizning orqasidan ularning qaddi qomatiga qarab baqdingizmi? Qo'llarini silab baqdingizmi? Putlarini biror qitim bo'lsa-mu yuyib baqdingizmi? Mushuning hammasini bir qitim qilib beqing. Ko'z yoshi qilmasligingizga ishonmayman. Tuyuqsiz o'zimning onasi yodimga yetib qoldi. Ko'zlarimdan taramlab yosh yiqyotdi. Tuyuqsiz bakli ta'sirlandim. Bakli yig'lig'im keldi. Bizning sog'lom o'sib yetilishimiz uchun barlig'ini atagan, hatto yuragini sug'urib berishga rozi bo'lgan qadrdonlarga biz nimalarni qilib bera oldik? Sapsilib qarab baqsam, tog' kabi dadamning qaddi egilibdi. Bog' kabi onamning ruxsari ketibdi. Ularning qalbini g'ayriblik besibdi. Yo'llarimizga talmurib, kun-kunlab g'ayriblikda yo'llarimizga qaraydigan bo'ldi. Biz bo'lsak, ularni unutib tugamagan to'y, choy, tug'ilgan kun, savoqdoshlar yig'ilishlarimiz. Tuyuqsiz ularning bir kuni mendan ayrilib ketadiganligini o'ylab, butun dunyorim quruq bo'lib qolgandek his qilib, ko'zlarimga yosh keldi. Ularni so'yayli, ko'proq hamroh bo'layli. Kasib, pul-mol dunyoni yo'qotsa qayta topqili bo'ladi. Lekin bizni bu kabi so'yadigan qadrdonlarni qayta topqili bo'lmaydi.